Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videoda sizlar bilan surunkali virusli gepatitlar haqida gaplashib o'tamiz. Bilamizki, gepatitlarda 5 ta turi bor: A, B, C, D, Y. A turi asosan yosh bolalarda uchraydi, to'liq tuzaladi, bir umrga immunitet shakllanadi va hech qanday asorat qoldirmaydi. Shuning uchun A turi haqida gaplashmaymiz. Y turi bizning mintaqalarda deyarli uchramaydi, boshqa davlatlarda uchrab turadi, ko'proq homiladorlarda bo'ladi. Shuning uchun bu haqida ham gaplashmaymiz. Asosan bizning mintaqalarda tarqalgan turlardan, ya'ni virusli gepatit B, C, D haqida gaplashib o'tamiz. 2018-yilgacha bo'lgan davrda surunkali gepatitlardan har 10 ta bemordan 3 ta 4 tasi jigar sirrozi rivojlangan. Chunki u vaqtgacha buni davo choralari bo'lmagan. 18-yildan keyin buni tabletkalar ishlab chiqarilgan. Hozir buni to'liq davolasa bo'ladi. Jigar sirrozigacha yetkazib olib bormasdan to'liq davolash mumkin. Faqat bemordan ba'zi bir narsalar talab qilinadi. Shu ishlar qilinganda to'liq davolab yuborilsa bo'ladi. Odam organizmida eng beg'ubor, eng beozor va eng sadoqatli a'zo bu jigar hisoblanadi. Chunki hamma a'zolarimiz ma'lum vaqt davomida dam oladi. Lekin jigar hech qachon dam olmaydi. Masalan, yurak ham kechqurun bemor chuqur uyquga ketgan vaqtda davleniya pasayadi, yurak qisqarishlar soni 35-40 tagacha tushadi. Mana shu vaqtda yurak dam oladi. Lekin jigar kechqurun qaytaga ko'proq ishlaydi. Jigar masalan, odam 80 yil yashaydigan bo'lsa, 1 minut ham dam olmaydi. Va u kasallangan taqdirda ham og'riq bermaydi, shishib ketmaydi, insonga hech qanday belgi bermaydi. Shuning uchun virusli gepatitlar 15-20 yil davomida bemorga shu jigar sirroziga yetib bormaguncha hech qanday belgi bermasligi mumkin. Ya'ni jigarda 70% qismi zararlangan taqdirda ham bemorga ba'zan belgi bermasligi mumkin. Jigarda asosiy vazifalari, ya'ni organizmda laboratoriyasi hisoblanadi jigar. Asosan zahar bilan shug'ullanadi. Ya'ni biz uchun eng kuchli himoya jigarda hisoblanadi. Undan tashqari organizmdagi juda ham ko'p metabolik jarayonlarda jigar qatnashadi. Gepatit viruslari jigar hujayrani ichida yashaydi va uni ikkiga bo'lib nobud qilishi natijasida o'sha joyga chandiq to'qimalar o'sib kiradi va yillar davomida asta-sekin jigar qattiqlashib boradi. Demak, jigar kasalliklarida hech qanday belgi bo'lmaganligi uchun hech qaysi bemor o'zida virus borligini bilmasligi mumkin. Bu qachon chiqadi? Masalan, to'satdan boshqa maqsadda qon topshirilganda shu virus aniqlanib qolishi mumkin. Aytaylik, operatsiya, har qanday operatsiyadan oldin gepatit B, C ga qon topshiriladi. O'sha vaqtda chiqib qolishi mumkin yoki donorlik qilgani borganda qonidan gepatit B, C ga tekshiruv vaqtida chiqib qolishi mumkin. Yoki homiladorlar tug'ruqdan oldin gepatitga qon topshiradi. O'sha vaqtda aniqlanib qolishi mumkin to'satdan. Yoki kelin-kuyovlar nikohdan oldin infeksionist tomonidan gepatit B, C ga tekshiruvdan o'tadi. Mana shu vaqtda aniqlanib qolishi mumkin. Asosan shu 4 ta holatda gepatit aniqlanib qoladi to'satdan. Unda hech qanday belgi bo'lmaydi bemorda. Aytaylik, sizda gepatitning qaysidir bir turi aniqlanib qoldi. B, C, D dan qaysidir bittasi aniqlanib qoldi. Endi nima qilasiz? Mana shu sxemani o'rganib oling. Shunga qarab turib o'zingizni to'liq nazorat qila olasiz. Virusli gepatitlarda eng yaxshi nazoratchi bu o'zingiz hisoblanasiz. Uni doktorga borib yotib, uzoq vaqt yotib, dori ukollar qilinmaydi. Faqat bitta tekshiruv qilasiz va bitta tabletka ichasiz xolos. Shuni bilib olsangiz, bu kasaldan to'liq qutulsangiz bo'ladi. Qarang, soddalashtirilgan holatda tushuntirib o'taman. Bu o'zi murakkab mavzu, ilojini boricha aholiga tushunarli bo'lish uchun shunaqa shaklda chizib qo'ydim. Qarang, gepatit B misolida keltiryapman. Hamma turida xuddi shu shaklda tekshiruvlar qilinadi. Qarang, virusning shakli shunaqa bo'ladi. Ya'ni bitta qobig'i bor ustida va ichida asosiy kasallik qo'zg'atadigan jonli narsasi, DNKsi bor. Mana shu narsagina sizga zarar qiladi. Buni qobig'ini hech qanday zarari yo'q. Siz qon topshirgan vaqtingizda, ya'ni shuni qobig'iga tekshiriladi. Ya'ni yuqqanmi, yuqmaganmi bilish uchun shuni qobig'ini ko'rib olsak bo'ladi. Ya'ni uni tibbiyot tilida HBS antigen deymiz. Uni IFA usulida tekshiramiz. Endi aytaylik, qoningizda chiqib qoldi, ya'ni sizga qog'oz beradi. Gepatit B yoki C musbat ekansizda deb aytadi. Mana shu virusga endi qolgan tekshiruvni qilishingiz kerak. Virusda aytaylik bir yong'oq shaklida ko'radigan bo'lsak, uni qobig'i yong'oqning po'sti hisoblanadi. Ichidagi DNKsi asosiy mag'zi hisoblanadi. Masalan, sizda HBS antigen musbat chiqdi deylik, ya'ni gepatit yo'qdi deylik. Lekin ichidagi kasallik qo'zg'atuvchi narsa yo'q bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun siz endi bu usulga qaytib tekshirmaysiz. Bu bir umrga qoningizdan buni qobig'i chiqishi mumkin. Lekin uni sizga hech qanday zarari yo'q. Faqat donorlik qila olmaysiz xolos. Buni bilan siz xavotirga tushmang. Lekin mana shu gepatit sizga aniqlanganligini bilganingizdan so'ng ikkinchi usul, ya'ni uni zararlimi, zararsizmi bilib olishingiz kerak. Ya'ni buni tekshirish uchun PCR tahlili o'tkaziladi. Ya'ni polimerazniy tsepniy reaksiya deymiz. Aynan mana shu kasallik qo'zg'atadigan qismini, sanog'ini bilib beradi. Shunga qarab turib siz dori ichmasligingiz aniq bo'ladi. Ya'ni PCR tekshiruvining ikkita shakli bor. Качество, ya'ni sifat analizi va количество son analizi. Sifat analizida
Bir dona agar mana shu qoningizda bir dona kasallik qo'zg'atuvchi DNK bo'lsa ham, u pozitiv deb beradi. Agar shu ham yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, immunitetingiz yaxshi bo'lsa, negativ beradi. Agar siz sifat tahliliga tekshirganingizda negativ chiqsa, sizga hech qanday tabletka buyurilmaydi, bemalol siz yurishingiz mumkin. Endi PCRni kolичество qildiradigan bo'lsangiz, ya'ni sanoqga topshiradigan bo'lsangiz, sizni qoningizda tarkibida nechta virusli DNKsi borligini bilib beradi. Agar siz PCR topshirganingizda bu 0 chiqadigan bo'lsa, sanog'i, sizga hech qanday gepatit xavf solmayapti degani. Endi gepatitni B bilan S ni tekshirishda ozgina farq qilinadi shu yerda. Agar siz gepatit S bilan og'rib turgan bo'lsangiz, qoningizda S chiqadigan bo'lsa, PCRni faqat kачествосini qildirsangiz yetadi. Ya'ni pozitiv bo'lsa dori ichasiz, negativ bo'lsa dori shart emas. Agar sizda B yoki D bo'ladigan bo'lsa, sanog'ini sanatganingiz yaxshiroq, kolичество qildirganingiz yaxshi. Ya'ni unda qanchadir miqdor beradi. Masalan, qoningizda 1 millionta gepatit B virusi bor deb chiqadigan bo'lsa tahlilda, ana unda o'shanga qarshi tabletkasini ichasiz. Ko'pincha bemorlarda yo'l qo'yiladigan xato, jigarda UZI qildirib turib, jigarim yaxshi ekan deb o'ylashadi. Lekin bu usul xato hisoblanadi. Jigarda UZIda ko'rish qiyin, aynan virusli gepatitlarda. Ya'ni kasallik butunlay o'tib ketmaguncha, rivojlanib ketmaguncha UZIda bilinmaydi. Shuning uchun virusli gepatit bilan agar og'rib turgan bo'lsangiz, qoningizda aniqlangan bo'lsa, siz UZI qildirmang. UZIda yaxshi deb beraveradi. Siz faqat fibroskan tekshiruvi qildirasiz. Buni ko'pchilik bilishi mumkin, virusli gepatiti borlar. Mana shu fibroskan jigaringizda qancha foiz qismi zararlangan virus hisobiga, ya'ni qanchalik qattiqlashgan, chandiqlashgan, mana shu fibroskanda chiqadi. Bu aynan virusli gepatitlarda tekshirish usuli hisoblanadi. UZI qildirib aldanib qolmang. Fibroskanda chiqadi faqat. Agar siz jigaringizni birula masalan quvvatini aniqlamoqchi bo'lsangiz, qanday ishlab turganini aniqlamoqchi bo'lsangiz, virusli gepatitingiz bo'lsa agar, unda ALT bilirubin timol degan tahlil bor. Mana shu 3 ta tahlilni qo'shib topshirsangiz bo'ladi PCR ga. Ya'ni ham siz virusda sanog'ini bilib olasiz, ham jigaringizni qanchalik aktiv ishlayotganligi haqida ham to'liq ma'lumot olasiz. Ya'ni ALT bilirubin timol. Shu tahlillar bilan siz jigaringizni nazorat qilishingiz mumkin. Bu qachon topshiriladi? Agar sizni virus soningiz 0 bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda bir marta topshirib qo'yganingiz yaxshi. Chunki virus organizmda baribir oz miqdorda qayerdadir aylanib yurgan bo'lsa ham, bu qachondir immunitetingiz pastlaganda ozgina ko'tarilish ehtimoli bor. Shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, 1 yilda bir marta shu virusga topshirib turganingiz yaxshi. Agar 3 yil davomida ham virusingiz 0 chiqsa, keyin bemalol xavotir olmay yursangiz bo'ladi. Agar sizda qanchadir miqdor chiqib qolsa, ya'ni son chiqib qoladigan bo'lsa, unga qarshi tabletkalarni ichasiz. Hozir u tabletkalar haqida gapirib o'taman, qayerdan olasiz va viruslar qancha bo'lganda bularni ichish kerakligi haqida davolashda gaplashib o'tamiz. Davolash qanday bo'ladi? Davolashga birinchi o'ringa parhezni qo'yamiz. Kasallikdan qutulishda 50% davosi parhezda hisoblanadi. Chunki videoni boshida aytib o'tganimizdek, har bir biz yegan oziq-ovqatlarimiz tarkibidagi zaharlar, havodagi zaharlar, umuman olganda tamaki mahsulotlari, spirtli ichimliklar, hamma zaharli narsalar, dori-darmonlar jigarga ortiqcha ziyon qiladi. Agar gepatit virus qoningizda aniqlangan bo'lsa, bir tomondan jigarga yordam berishingiz kerak. Ya'ni jigar sizdagi zaharni neytrallashning o'rniga virus bilan kurashishiga yo'l qo'yib berish kerak, yordam berish kerak. Ana o'shanda jigar o'zini asta-sekin tiklab virus bilan o'zi bemalol kurasha oladi. Masalan, ba'zi odamlar daraxtlarga dori sepadi. Bu juda kuchli kimyoviy dori hisoblanadi. Ular jigarga tez ta'sir qilishi mumkin. Yoki dori-darmonlarni olishda agar virusingiz bo'lsa qoningizda, albatta shifokor bilan maslahat qilib, jigarga zarari bormi, yo'qmi, oldin aniqlab, keyin olgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi davolashda tabletkalar bor. Aytib o'tdim, 2018-yildan keyin bu tabletkalar sotuvga chiqqan. Ya'ni gepatit B virus aniqlangan bo'lsa qoningizda, asosiy 2 ta tabletkasi bor. Buni ichib yurganlar yoddan bilishadi. Entecavir sostavli tabletkalar va tenofovir sostavli. Nomi har xil chiqishi mumkin, lekin hammasini deyarli tarkibida entecavir va tenofovir bo'ladi. Ya'ni masalan, entevir, tenevir kabi tabletkalar bor. Kvantavir deymiz. Ularda hammasini tarkibida 0,5-1 mg entecaviri bor. Yoki tenofovir allofenamid deymiz, TAF deyishadi. Mana shu tabletka asosan 25-300 mg shakllarda chiqadi. Bu asosan gepatit B virusini o'ldiradi. Faqat siz o'sha aytib o'tganimdek PCR topshirasiz, virusingizni sanatasiz va baland chiqsagina ichasiz buni. Agar sizda H5 antigenda o'zi chiqadigan, ya'ni qobiqda o'zi chiqadigan bo'lsa, bu bilan bu tabletkalar ichilmaydi. Faqatgina virusli yuklama baland bo'lgan taqdirdagina ichiladi. Endi S, gepatit S. Asosiy tabletkasini tarkibida 2 ta dori bo'ladi. Hozirgi kunda tarkibda asosan 2 ta bo'ladi. Ya'ni Sofosbuvir 90 mg va Daclofenac 400 mg. Bu bitta tabletka bo'ladi, ichida shu 2 ta dori bo'ladi.
Endi gepatit D haqida gaplashib o'tamiz. Gepatit Dni ozgina tushuncha berib ketishim kerak. Gepatit D o'zi mustaqil holatda yuqmaydi. Ya'ni qachonki gepatit B virusi bo'lsagina odamning qonida o'sha odamga yuqadi. Dni o'zi mustaqil yasha olmaydi, chunki uni ustida qobig'i bo'lmaydi. Bu organizmga tushgandan keyin bunday qaraydi. Agar B virusini qobig'i turgan bo'lsa odamning organizmida, o'shanga borib yopishib oladi-da, o'sha bilan qo'shilib jigar hujayrasining ichiga kirib ketadi. Agar sizda gepatit B virusi bo'lmasa, D hech qachon yuqmaydi. Agar B bo'lgan taqdirda ham har 10 ta odamdan 3 ta 4 tasiga shu D virus qo'shilib qolishi mumkin. Bu ikkalasi birga kelganda koinfeksiya deydi, jigarda kuchliroq zararlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun buni vaqtida agar B bilan D bo'lsa, albatta e'tibor bilan davolanishga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda afsuski Dni to'liq yo'qotadigan dori hali ishlab chiqarilgan yo'q. Shuning uchun agar ikkala virus birga kelganda ko'pincha tenofovir tabletkasi ishlatiladi. Ya'ni tenofovir hisobiga B virusini o'ldiramiz. Natijada gepatit Dni yashovchanligi kamayadi. Ya'ni yolg'iz qoladi o'zi B yo'qligi uchun. Jigarga ortiqcha zarar bera olmay qoladi. Lekin buni to'liq o'zini o'ldiradigan tabletka hali ishlab chiqarilmagan. Shuning uchun ko'proq tenofovir tabletkasi ichish tavsiya qilinadi. Xo'p, endi bu tabletkalarni qayerdan olasiz? Entecavir tenofovirlar aptekalarda sotiladi. Gepatit C ni tabletkalarini davlat tomonidan bepul beriladi. Ya'ni yashash joyingizda infeksionistga murojaat qilasiz. U sizga virusingiz sonini sanaydi va shunga qarab turib sizga shu tabletkani tavsiya qiladi. Hozirgi kunda mutlaqo davlat shifoxonalarida, ya'ni davlat tomonidan bu dori ta'minoti to'liq yo'lga qo'yilgan. Faqat yashash joyingizdagi infeksionist bilan maslahatlashib turasiz. Endi ma'lumot o'rnida bir xushxabarni aytib o'tib ketishim kerak. Ya'ni 2001-yildan keyin tug'ilgan bolalarga gepatit B ga qarshi to'liq vaksinatsiya yo'lga qo'yilgan. Ya'ni 99% bolalar 2001-yildan keyin tug'ilgan bolalar gepatit B ga qarshi vaksina olgan. Ularda to'liq immunitet shakllangan. Ularga deyarli gepatit B yuqmaydi. Shu bilan birga B yuqmaganligi uchun D ham bo'lmaydi. Lekin C ni hozirgacha vaksinatsiyasi yo'q, shuning uchun C dan ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizda masalan oilada turmush o'rtog'ingizda gepatit B aniqlanadigan bo'lsa, siz agar albatta borib gepatit B ga vaksina olishingiz kerak. Oldin o'zingizni tekshirtirasiz, ya'ni qobig'i bor yo'qligini tekshirtirasiz. Agar sizda chiqmaydigan bo'lsa, bir oyda bir marta 3 oy davomida vaksina olasiz. Shundan keyin sizga hech qachon gepatit B bilan D yuqmaydi. Bu asosan ko'proq jinsiy yo'l orqali yuqishi mumkin. Shuning uchun oilada er-xotin orasida kimdadir agar gepatit B aniqlanadigan bo'lsa, o'sha turmush o'rtog'i borib B ga qarshi vaksina olsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu kasal bilan qayta umrining oxirigacha og'rimaydi. Masalan, o'zimiz ham shifokorlar gepatit B ga qarshi vaksina olganmiz, buni hech qanday zararli tomoni yo'q. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'ling. Biror savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying.